Mau ekranni suratga oladigan detalning vaqti aran 9 minut bo'lg'achqa yana o'xshashlam 9 minut to'shdi deb uzilib ketdi. Oldin qismlarni ko'rib olsanglar bo'ldi. Biz darsning davomiga kelyapmiz. Undasi biz kelaylik. Kelgan to'q yangi bir narsa program yozishda yangi bir narsaga kelgan to'q shuni o'rganayotgan to'q. Ya'ni for key in. Masalan bunu yazışda for yazdık, boşluk taşıldık, key yazdık, boşluk taşıldık. In miyage tiz bo'lsin masalan. Tiz degandek mushtan narsalar uchraydi bizga. Endi buning ichida qarindoshlar diqqat qilinglar, bu yerda for degan maxsus so'z. Bu mush bitkildi. Endi key buni o'rnida qolgan bir so'z kelsa bo'laverdi. Endi in bu maxsus so'z. Taqildi. Gene arasında boşluk var. Birden boşluk var. Aşı boşluğunu taşlamasanlar hatalaşkan bulsunlar. Endi biz bunu yazıp mesela tiz bunun hakkıga qo'sh cheket yazdık. İnternete besip turib qo'sh cheket yazdık. Yazgandan keyin biz interne basımız. Basqandan keyin mundaq miyalar boşalatdi. Boşalatda mundaq chiqdi. Mundaq chiqib bo'lgandan keyin yani bunun oxiri batiq tugmidi degan gap asli holatda chiqish kerakdi miyada. Lekin u belgi chiqmadi. Demak bu tugmidi bunun oxiri bor degan ma'noni bildirdi. Undasa biz bu vaqtda tabni bosamiz. Tab qaysi deyaqtida kompyuter knopka taxtasining sol taraf eng ustidagi ESC ning ostidan ikkinchi knopka. Shu tab knopkasi shu. Moshini basamiz. Tab miya keldi. Mayadan miya keldi. Shunday. Bu kelgandan keyin biz bu yerga print yazamiz. Print yazib, tirnoq ichib, tirnoqning ichiga kirib, ke deb yazamiz. Yozgandan keyin yazib bo'ldik-ku. Endi biz bu yerda nimani bosamiz deganda enterni bosamiz. Enter. Bunda astiga tushdi-ku. Yana bir enterni bosamiz. Bunda bu yerda k'ning doirasi. Mush k'ning doirasi ABCD. Yani k in tiz dedik-ku. K bo'lsa mush tiz degan mushu jadvalning, mush tizimlikning ichida degan gap. Unda esa ichidagi narsalar ABCD deb mushlarni ko'rsatib berdi. Undaq chiqdi. Endi bu bir qurilma bu. Endi biz buni son bilan ifodalab qilib baqsak, masalan for boshliq. Shuna bu. In boshliq range. Unda desak bo'ldi range. Yine bu range degan doira degan gap. Mush doira ichida qaysilar bor demakchi. 3 dan 8 gacha bo'lgan doira ichida qaysilar bor deganni topmoqchi. Bu intayin oson. Masalan 3 dan 8 gacha degan bizning kallamizda intayin oddiy. Chunki bu biz bildigan sonlarning kichik bir qimmati. Agar cho'ng nurg'un doirani berib qo'ysa, biz bir ma doirada miyagacha ma'lumotni deb berishimiz qiyin bo'ldi. Biz shularni tepish uchun mushni ishlatmoqchi. Unda biz for in range deb yozib, buning ichiga tirnoqning ichiga 3 dan 8 gacha, 3+8 deganni yozmoqchi. Shunday. Gis bo'lgandan keyin biz bu yerga qo'sh chekit qopti. Qo'sh chekit. Shunday. Qo'sh chekit yozayotgandan keyin nima ish qilamiz deganda tekshirtimiz. For
Xato bo'pti. Endi keyin o'rnida x bilish kerak demeydi, bir narsa bilish kerak. 2 boşluq dedik. Endi to'g'ri oldu. 3'ten 8 bo'lgan doiramizga teppa deb buyruq bermoqchi. Enter dedik. Shunday. Yine oxiri bor degan ma'noda chiqdi. Endi biz tab knopkasini bosgandan keyin miya keldi. Kelgandan keyin biz bu yerga print x deb yozamiz. Print x. Shunday. Bu yerga x dedik. Degandan keyin bu qanday bo'ldi degan vaqtida qarindoshlar bunday bo'ldi. Endi biz bu yerga enter desek, ikki qitim enter bassak, 3'ten 8 bo'lgan doira ichida 3, 3'ten başında 3, 4, 5, 6, 7. 7'den keyin 8 qo'y, ya'ni 3'ten 8 bo'lgan doira ichida mushu sallaba deb bizga ko'z tutadi. Shunday qilib biz buni o'rganib olgan bo'ldik. Endi biz bu yerga 1dan 10gacha deb yozib boqaylik. Jiqroq mashq qilsak, ismimizni taqim yaxshi qoladi. In doira range. Shunday. Endi biz bu yerga qancha deb boqaylik, xohlagan son desak bo'ldi. 1dan 10gacha deb boqaylik. Bir chekit emas, bir pesh bo'lish kerak. 10. Shunday. Buni qilib bo'lgandan keyin nima ish qilyapti? Enterni bosamiz. Yo'q. Bunun oxirida biz qo'shikni yozishimiz kerakdi. Yozmabdik. Yozib bo'lgandan keyin biz bu yerga enter bosamiz. Enter bosgandan keyin bunday chiqdi. Demek bunun oxiri bor. Oxiri bor. Endi tab knopkasini bossak miya keldi. Kelgandan keyin biz yerga nima yozamiz? Print x. Print x deb tırnaqni yaptık. Yapgandan keyin enter deb print x'dan keyin 2 enter bassak 1dan 10gacha bo'lgan doira soni ichida 1 2 3 4 5 6 7 8 9 degan mushlar bor deb bizga mushlarni ko'rsatib berdi degan gap. Unda biz yana bir narsa qilib, yana bir narsa ishlab boqaylik. Masalan, for boshliq x boshliq in boshliq range deb bo'lgandan keyin ochdik, ichib kirdik 0 dan 5gacha bularni teppa bizga bu yerga qo'shib keldi. Kelgandan keyin enter dedik, tab dedik, enter tab enter mushalati bo'ldi. Esinglar uchun tutinglar. Tepedagi buyruqni berib bo'lgandan keyin, miyaga berib bo'lgandan keyin enter tab miya keldi. Undan keyin enterni bosamiz. Shunday qilib enter tab enter. Bunda bo'ldi. 3 enter bosamiz. Undan so'ng miyaga biz nima yozamiz? Yaxshida print x ni yozamiz. Shunday qo'y. Print tırnaq x yaptık. Shunday qo'y. Enter tab enter. Undan so'ng 0 dan 5gacha malaba deb ko'rsatib berdi. Endi biz minusdan yozsak ham bo'ldi, masalan. Mau 0 ning oldida minusdan degan. Undan so'ng minusdan qilib boqaylik. For boshliq x boshliq in boshliq range degandan keyin